Assalomu alaykum. Aziz insonlar, yangi fasl, yangi kun, 1-mart yakshanba hammalaringga muborak bo'lsin. Sog' salomat Ramazon oyini o'tkazishlaringni tilakdoshman azizlarim. Mana bugun yana ertalabdan bir 10 kuncha burun yozilib kelgandim. General Ikrom Tol o'rniga kelgan polkovnik Rahmatullayev Ayubxon Toshxo'jayev işte qabiliga. Ertalabdan telefon qilishdi bugun yakshanba kuni. Soat 15:09 da. Ismoil tog'a keling deyishdi. So'ramadim kimligini, bordim. Yakshanba. O'tgan safar shanbaga. Endi yakshanbaga ko'chib qolibdi. Yangi jadvallar ilib qo'yibdi. Polkovnik qachon qabul qilishlarini. Xullas kalom, mana 14 bo'ldim. 9 yetib bordim. Velosiped singani uchun avtobusda markazgacha marshrutda 1 kilometr yugurib bordim. Xudoga shukr, oyoq qo'lim sog' salomat. Borib 14 bo'ldi, yozdim. Ichkarida bir 10 cholik odam, militsionerlar o'shancha yana alidaqa suyeta, hammasi polkovnik chiqadimi yo'qmi bilmaydi birov. Azizlarim, keling. Chiqqan yo'q polkovnik. Mana yana qaytarishdi. Ismoil tog'a chaqiramiz deyishdi. Yana qandaydir mana yerda bizda uchastkavoylar kelgan Homidov hadi Hasanboy. Ismoil tog'a ham mayor bo'lib ko'tarilib ketgan. Bitta mana 17-yili mana dala hovlimda orqamdan pichoqni sopi bilan urib sulaytirib ketishdi. Men bu yoqqa kelib qorong'ida bu yoqqa kelib keyin o'sha uchastkovoy bilan borganman. Damas'ga olib borgan. Hozir o'shani esiga solib qo'ydim. Yo'q, siz menga tuhmat qilyapsiz. Homidov mayor bo'lib endi hatta ko'ryapsizmi? Kim? Mana general Ikromov topshiriqlarni berdi shahar ichki ishlar boshqarmasi podpolkovnik Ashurov Alisherjonga. Alisherjon dushanba kuni o'g'limga u meni oldimda generalni oldida seminarda turib o'sha yakshanba kuni 25-yanvar kuni bajaramiz deb generalga va'dalarni berdi-da, dushanba kuni o'g'limga ish uyushtirdi. Hali hanuzgacha birov barmoq urishib qo'yayotgan yo'q 16-dekabr voqealar sabab. Lekin 17-kuni podest to'lgan militsiyaga. Kelinglar. Yana qaytib keldim-da, hozir yo'lga keldim. Uyga kelsam Fransiyadan SMS kelibdi. Kampirimning telefoniga. Bitta adolat ma'budasi, mana adolat ma'budasi to'g'risida kelinglar-da, mana shu holatda bitta narslarga eslatib azizlarim, tajribamdan kelib chiqib. Adolat bu nisbiy tushuncha azizlarim. Har kim mana Chikatoloni eshitgansizlar, Zumagulov deganda ham eshitgansizlar. Odamlarni o'ldirgan, taklidlagan, ayollarni o'lib ko'mdirgan, ular ham hammasi o'zicha haq. Eshityapsizmi? Keling, kecha Feruza nima? Feruzami? Babashova bordi. Andijonga. U oldimga kelmadi. O'zini tutishini ko'ring-da. Go'yoki bu ayol o'zini adolat ma'budasi. Nimadan bir o'yan qidiryapti-da. Bu adolat ma'budi, mana u Abram Muxtor Ali adolat ma'budi. U hammadan o'yan qidiradi. O'zini adolat ma'budi deb o'ylaydi. Lekin agar mana ular arz qilib qolsa, mana uni tekshiradigan odam bilimdon huquqshunoslik o'zi yo'q-da. O'shaning uchun hamma erkalashi, hamma o'zicha haq. Feruza Babashova xursand bo'lish kerak. Mana shunday singlim chiqib mendan o'rnak olib yondirib yotibdi deb xursand bo'lishdi o'rniga. Mo'tabar Tojiboyev bo'lsa, mana nima bir vaqtlar mo'tabardim, unga turmada yotganda she'rim yozgandim. Sen O'zbekiston tarixida bil, mangu qolgan sen tug'ilgan kun. Va albatta quyosh chiqadi bir kun shunday qilib she'r, mana qo'yligida o'tirganda.
xursand bo'lib rahmat Ismoil akaram. Hozir endi men bunday qilib u ham xuddi shu boshvonsinga xursand bo'lish kerak. O'sha nimani. Yana sizlarga aytaman, azizlarim. Pluralizm мнений. Gorbachev esirda tarqatdiki, hamma xalqlarda o'zini nimasi bor. Fikrlar xilma-xilligi bor, azizlarim. Har kim o'zicha haq. Xalqlarda eshitib, mana qayerga borsa, Amerikaga boradimi, Yevropaga borsa, mana mashina ketayotgan eskortdan chiqib olib, xalqning ichiga borib, xalqni buna qilib tingladi Gorbachev. Keyin bildiki, pluralizm мнений bo'lsa, tildan ketganini tan olib, bo'lmasa u esirni buzishda niyati yo'q edi. Odamlarning kallasini qayta qurmoqchi edi. Odamlarning kallasini qayta qurmoqchi edi. Keyin uni tilidan ushlashib oldi. Shu bilan hamma Gorbachevda Forosga qamashib qo'ydi. Avgust oyida yana boshchilariga GKChP shu tariqa esir tarqadi, bu Gorbachev berdi hammaga. Bo'lmasam mana ko'ryapsiz hozir qanday qilyapti mana Eron bilan. Voy, Eronda mana ko'ryapsizlar, Isroil bilan Amerika qanday bo'lmoqda. Fikrlar shunday chalkashib ketyaptiki, Mo'tabar qanday haqoratlar qildingiz mana? Men sizga haqorat qilganim yo'q, Mo'tabar. Men sizga aytyapman, xursand bo'ling deyapman. Meni nomimni tilingga olma. Tilimni kesib tashlayman, Mo'tabar. Xotiramdasiz. Borgansiz men bilan Toshkentga. Mana Roppara shunga ham 23 yil bo'ldi. 23 yil bo'lib 24-yil ketyapti, Mo'tabar. Erta o'tib indinga 23 yil 1 oy bo'ladi. Qanday qilib? Yana aytasizki, meni internetga kirishga vaqtim yo'q. Hechga kirishga vaqtim yo'q deb bo'ralab tashlabsiz-ku mana, Mo'tabar. Ay. Men sizni haqiqiy Mo'tabar ismingiz jismiga monand desam, siz mana shu Babashvan singari qanday qilib men sizlarga tushuntirib aytazlarim. Soddadil odamlar ishonuvchan bo'ladi. Bittasi o'zimman. Mo'tabarga shu nimani singari xalq va to'q bordi. Xuddi shunga Babasheva. Ular o'zlarini ko'rsatgandan keyin xalqni orasiga, xalq ichiga tushib, manaka o'zlariga nomini chiqarib olgandan keyin, yulduz bo'lishib olgandan keyin endi o'zlarini ular o'ylaydiki, adolat ma'budasida. Mana ko'ryapsiz kecha nimani ko'rdingizmi? Qanday muomala qilyapti. Andijonga borib olib, Gulranoni nazar pisand qilmasdan. Babasheva. Xuddi shunga menga shunaqa kampirimni nimasiga shunday haqorat qilib endi qo'ying endi mayli, xudo bor. Mo'tabar Tojiboyeva, men sizni hech qachon haqorat qilmaganman. Men sizga aytyapman xolos. Gulrano hech qanaqa qoida buzmagan, qonun buzmagan, o'g'irlik qilmagan, birovga tuhmat qilmagan. Endi hozir bu ish uzoq davom etadi. Nimagaki? Adolat. Bir tomonda adolat. Gulrano tomonda adolat, qarshi tomonda adolat posbonlari. Ko'ryapsizmi? Endi sudyalar bosh qotib yotibdi. Gulranoni bunlardan nima qilib gruppoga qilish kerak edi. Gruppoga qilgani endi butun boshqa militsiyani obro'yi ketadi. O'shancha ish rezinkadek cho'zilib yotaveradi. Xalqim, shuni bir yaxshi bilib oling. Eshityapsizmi? Bo'lmasam hech qanaqa haqlar yo'q edi bostirib kirishga. Nima bo'lganda ham Gulrano yana kecha telefonda gaplashayotganini Malades Sirojiddan qo'yib berdi. Ana bitta adolat ma'budi telefon qilib sansirab Sirojiddinda. Abror Muxtor Mutavalli sansirab o'zini adolat ma'budi deb hammani sharmindan chiqaraman dedi. Siz ehtimol nimani yoddan bilsangiz juda ishonaman. Ehtimol Qur'onda yoddan bilarsiz, lekin Qur'on o'qigan bilan bu sizda adolat his-tuyg'usi rivojlanib ketgan yo'q, Abror Muxtor Ali. Siz просто ichingizda kibr bilan birovni nazar pisand qilmaysiz. Qonunlar yo'q, sudyalarda adolat yo'q. Yo'q adolat O'zbekiston bo'yicha. Men aytyapman-ku. Mana sizlarga. Adolat partiyasining yetakchisi. Umrda partiyada turmagan bu ayol yoshlikdan sudyalik qilgan. Roboxon Anvarovna Mahmudova xonim. Qanday qilib? Ko'ryapsizmi? Qanday qilib? Bu ayolga men
dalili bilan kiritganman 2010-yili mana hisoblang 16 yil burun. Qanday qilib prokurorlar menga ayblov xulosani bo'yashib, hatto bo'yashga haqqi yo'q. Tergovchi ataylab qoldirdi bitta joyda. Jo'ttaga xato qilib, prokuror to'g'rilaydi ismini to'g'ri. Haqiqatda nimada yozilganda, kompyuterda yozilganda o'sha vaqtdagi dehqonimni familiyasi ham esimda yo'q. 10-yili. Shahar prokurori Mallaboyev deb yozib, o'chirib, kompyuterda yozganim menga moslab o'shani Robi Anvar nimaga olib kirganman. Adolat qildi deysizmi? Mana bitta ishlar yo'q, adolat bo'lmaydi hech qachon. Bular qachonki o'zlarini qozi desa, o'shanda xalq undan rozi bo'ladi. Yana ayrimlar fikr bildiryapsizlar-ku, hozir sud. Ilgari ham bo'lgan qozilar, hozir ham qozi bo'lish kerak, mirshaplar bo'lish kerak azizlarim. Men sizga yana aytaman. O'zbekistonda bosh qonunimizni konstitutsiya bu konstitutsiya prostitutsiya qonunlashgan xalqlarda tilida. Eshityapsizmi? Mana sizlarga bunday qilib tushuntira olmayapman sizlarga xalqim. Prostitutsiya, konstitutsiya qomusnoma bo'ladi. Qomus bo'ladi yoki bo'lmasam shunday azizlarim. Bugun yakshanba, indinga viloyat sudyalarini qabliga boraman. Bugun hozir mana shu Hamidov Hasanboy yozib oldi yana ana Umida Turgunovaga chora. Endi men chora mas'ullashyapman dedim. Unga general Ikromov chora ko'rmadi, viloyat prokurori chora ko'rmadi, shahar hokimi chora ko'rmadi, shahar prokurorlari u hali nimada Yosumandan ham ayyor bu ayol. Ko'ryapsizmi? Mahallada o'zini bitta oilani umuman tirigicha go'rga tiqib yubordi desam ishonavering. Mana u Veripayevalar oilasini. Bechora kampir tepadan pastga tusholmaydi. 100 kiloga ham 200 kiloga yetib qolgan bo'lsa kerak. Mana ikkita qizini vobshe tirigicha ko'mayapti. Mana 45ga kirgan qizi hozir kardiologiya buni taziflar ostida. Kechagida prokurorlar yana u 24-kuni borganimda prokuror o'tirib tashlab, yana sizlarga takror aytaman, ular xo'ja ko'rsinga sud qilishyapti. Hatto xo'ja ko'rsinga shunchaki 4-advokat, hech qaysi advokat, har bitta advokatda dela bo'lish kerak. Menga taalluqli, menga davlat. Hatto yo'q. Olib kelishyapti, sen bugun advokatsan, mana kechagidagi o'sha Dilafruz Nurmatova bo'ldi. Bugun yakshanba indinga boraman, xudo xolasa. Azizlarim, yakkama-yakka olishyapman. O'zbekistonning korrupsion huquqshunoslari bilan. Qarang, viloyat shahar prokuroriga osib olib kirib qo'yganman, 1 oy bo'lyapti mana. Hattoki advokatlarni ham xiylayu naringlar bilan shunday advokat kelib o'tirdi o'sha qarab tomosha qilib, qanday qilib mana unday bir-biriga ko'z qisib tergovchi bilan qo'liga berdim fleshkani. Mana undan foydalangin uka deb. Hojiga hech qata telefon ham qilgan yo'q. Telefon qilsam 3 ta SMS turibdi, sotdaman, keyin telefon qilaman, nima qilib. Mana Mavlonovga yozib olib kelib berdi, undirib berindi. Yo'q, u tirgicha qaysi go'rga ketdi? Ishonmaylar azizlarim. Shundaqa pahlavon hoji yigitga nima tezal tepakat. Pahlavon. Eshityapsizmi? Xo'ja ko'rsinga bular. Keyin mana Mo'tabar Tojiboyev yozibdiki, endi Sirojda Media ham qamaladi u gapi bo'yicha, Jahongir To'laganov ham qamaladi. U hatto yurib olib nimada Parijda yashab, bularda qanaqasiga u ayol unga yoqmay qolishdi ekan. Sirojda Media yu blogerlar. Hammasi qamaladi. O'sha men sansirab yozyapti, bir narsa og'izdan bodikada shodiki chiqib, mana esimizda. Mo'tabar. Xursand bo'ling Mo'tabar. Xursand bo'ling Babasheva. Gulra'no sizlar qilolmagan ishni amalga oshiryapti. Advokatlarga ham ishga solyapti mana. Yaxshi advokatlar, yonida bir yosh yigit, bir yosh kattaroq advokatlar tushuntiryapti sizlarga. Kamini ham sizlarga tushuntiryapti. Hech qanaqa jinoyat qilgan yo'q. Yopiq o'shanda uzr so'rab chiqib ketsa bo'lardi. Qidiruvdagi qiz bas ekan deb. Hatto hech qanaqa. O'zini xususiy shaxsiy ishi bilan borgan. Nima ish? Qarz olgani borgan, agani o'zlari biladi. Bular bo'lsa mana sizga aytaman, hali sud tugamaydi bu yaqin o'rtada. Bir tomonda adolat,
Gulranoda hech qanaqa aybi yo'q. Haqiqat qilsa bular gruppovoy qilish kerak. Gruppovoy bo'lish kerak. 11 ta militsioner hammasi qamalish kerak. Haqiqat qilsa gruppovoy bo'lib. Ha, agar u tomonda hammasini oqlaydigan bo'lsa, ba'da endi adolat rahna topadi. O'shaning uchun hozir cho'zilgan mana ko'rasizlar. Men bashorat qilmayapman azizlarim. Boshimdan o'tganlaridan kelib chiqib sizlarga aytyapman azizlarim. Mana to shu damgacha haligi nima bor? Yo qozi o'ladi, yo da'vogar o'ladi, yo javobgar o'ladi. Eshityapsizmi? Kaminaning ishi shunday bo'lyapti. Ketyapti mana hozir kim bittasi otini nima dedi? Bitta podpolkovnik Ismoil tog'a, ha, general Ikromga aytganman bo'lsam, sizga nima bu ketdan viloyatda ishlayotgan militsiya uchastkoylarda ishchidan nazorat qiladigan bitta mayor, podpolkovnik juda barvastagi. Yo'q uka dedim. Yo'q dedim. Mana general ketdi Ikromov. O'tiribdi o'sha vazirligida. Olib ketdi hamma yo'lda. Birov ishlasam tekshirmaydi. Ashurov Alisher va'dalarni bergan. 25-yanvar yakshanba kuni hop kalasini ikilab turgan. Ularga topshiriqlar berdi. Generaldan yuzma turib gaplashyapman Ikrom Aziz Isroilovich bilan. Yonida turishibdi. Qidiruvchilar va shahar nimalari. Ahmad Farg'oniy kutubxonasida bo'lgan Kobulda 25-yilda. Hop deb turib, dushanba kuni o'g'limga ish ochib, mana qilib bo'yniga 4 million 200 ming ilishdi azizlarim. Ha, undan avvalgisidachi 22-dekabrda ana shu uchastkoy mana hozir yana uchastkoy bugun chaqirib qolsa kerak, hozir unga topshirib berishadi, go'yoki nimaga chora ko'radigan Umida Turgunovaga. Mana 22-dekabr 16-dekabr kuni hech narsa ishlatmasdan 22-dekabr dushanba kuni oradan 6 kun meni olib borishib majbur qilish shoshilinch ravishda Amerikani Linch sudi bor, o'shani singari birpasda bo'ynimga 1,5 million hatto kelgan yo'q advokat Rustamov. Shoshilinch ravishda olib borishib kasal mana 22-dekabr kuni 3-dekabr kuni o'g'lim sizlarga aytyapman azizlarim, o'g'limga ish uyushtirishda 45 ga kirgan o'g'limga 7-yanvar kuni uyga borib tintuv o'tkazishdi. Yana bo'yniga keldi ana o tergov sudyasi. Tergov sudyasi ekan. Mana o'g'limning ishini ham shu tergov mana shu kichkina o'g'limning ishini ham ariza olib kirsa, haligi nimani uzatib bering deb 10 kunlik muddatda apellyatsiya olishdi. U militsiya hal qiladi. Militsiyadagi Shohruh nima qabulxonani boshlig'i menga aytdi Ismoil tog'a sudya hal qiladi. Sudya militsiya hal qiladi. Shunday azizlarim. Hech qanaqa Ismoil tog'aga butun mana aytayapman shahar hokimi, viloyat hokimi Bozorovga endi qo'yavering, mana ko'rdilaring. Qanday qilib 62 nafar go'daylarimiz uni qarindoshini oshxonasidan pishirilgan taom deb zaharlanishdi. Uni ham qabliga yozib qo'yganman. Yanvar oyida, fevral o'tdi. Nazarovni qabliga yozib qo'yganman. Ismoilovga вообще mana tirigimcha ko'mishlatyor viloyat prokurori, shahar prokurori g'irt yolg'onchi. Kechagida sudda aytdim. Chiqib ketishdi. Shahar prokurori g'irt yolg'onchi Mavlonov. G'irt yolg'onchi. Ha, yolg'onchi bo'lgandan keyin bilasizmi? Prokuror yolg'onchi bo'lgandan keyin sudyalarda o'zlarini o'zbek tilida davlat tilimizga tupurib qo'ygan bo'lsa, tilga e'tibor berib e'tiborlaringiz uchun rahmat azizlarim. Kuzatib turing. Sirojiddin telefon qilsam oling uka. Sirojiddin media. Mani yonimda hozir hech kim yo'q. Kerak emas advokatlar. Mana bu lafzga metiga bor ehtimol rad javobini beraman. Aytibman-ku, sudya shuncha nimalar bo'lgan, men o'sha mahallaga borib sud qilinsam, u ularni yonidan o'tkazib yubordi sudyalar. 3 nafar sudya, viloyat sudyalari. Yuringlar shu yerda sud qilaylik. Mahalla eshitsin, ko'rsin agar haqiqiy adolat qiladigan bo'lsalar endi. Prokuror ham bamayli xotir o'tiribdi. Advokat mendan so'rayapti, berib turing, bu yerga arizalaringizni. Shunchaki ko'chadan men bugun sizni ishingizni olib boraman. U taklif bir bu kelib Yuripayevani oilasidan, qizlaridan bechoralar endi eshigini ochmaydi. Kiradigan kabayga tiqib tashlar mana Umida Turgunova oilasini. Kimlardir jo'natib kechagida Shahzoda opa aytdi sudyalarga qilayotgan, lekin ular ulguryaptimi deysiz, mana yozayotgan ana u Nurullo emasmi? Ulgurmaydi. Ta'ala ishlar uzoq davom etadi Ismoil tog'aning ishi. 25 yil, 30 yildan beri mana shunaqa azizlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar mana.
sog' salomat bo'linglar. Hamma gullayapti. Bodom gullayapti, o'riklar gullayapti. Lekin hali bugun 1-mart. Mart tugaguncha qish tabiat qandaydir o'jaligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Ma'bud, adolat ma'budlari, o'zlarini adolat ma'budlari deb odamlarni nazarga ilmaydida. Mo'tabar, Babashvay, Abror Muxtor Ali, Vali. O'zlari to'g'ri fikrda o'qiyapsizmi? Kechagida Sirojdan bopladi Sirojdan. O'z to'g'ri fikrlari u ko'ryapsizmi? Qanaqa dimog'dorsan so'rab Sirojdan-da. Xuddi bir o'g'li yoki jiyani yoki ukasini qilib. Ko'rdilaring. Mana shuni o'ziyoq uni kimligini bildirib qo'yapti. Asa bo'ladi Sirojidinjon deb. Ha, onam rahmatli, ota-onam rahmatli, bizda Farg'onada hammasi nima Ozodbek Nazarboyev aytadi-yu, anjanchasiga, yo'q, vodiychasiga bo'ladi. Yosh bola go'raylarda ham sizlashadi bizda, azizlarim. Ha, nabiralarim ko'chaga hammasini sizlashadi biz. Vodiyliklar. Shuni Yoshbil vodiylar, Surxondaryo yoki boy tashqarilar. Bu bilan men sizlarni nima qilmayapman. Sizlar sensirab o'zlaringlar qolsanglar, biz sizlar yoqil olamiz hammamiz bir-birimiz. Mo'tabar, salomat bo'ling. Xudo shifo bersin. Nevaralaringizni orzu havasini ko'ring. Eng yaxshi tilaklarim sizga Mo'tabar. Yo'q, meni sizga hech qanaqa ginam yo'q. Xohlagan yozavering. Qanaqa nomlasangiz nomlavering. Lekin siz ham Sirojda medialarga qilgan ekansiz, mana Otabek Hamidov siz to'g'risida qandaydir fikrlarni aytyapti. Endi Xudo qozi hammaga. Sog' bo'linglar azizlarim.